Assalomu alaykum hurmatli YouTube tinglovchilari. Bugun sizlar bilan biz boshlang'ich ta'limda matn ustida ishlash metodikasi fanidan hikoya janriga xos matnlar ustida ishlaymiz. Xo'p, rejamiz birinchisi hikoya matni va ikkinchisi hikoyaning janriy xususiyatlari, uchinchisi hikoya matni bilan ishlashda qo'llanadigan usullar. Tayyor so'zlar qahramon, vaziyat, muammo, voqea, joy, vaqt, his-tuyg'u, dialogik tavsif, natija, qaror, harakat, maqsad, o'zgarish, qarama-qarshilik. Xo'p, qahramon Azim ismli o'smir bola. Vaziyat yozgi ta'til, u yangi kitobxonlik tanlovi haqida eshitadi. Muammo kitob tanloviga qatnashish uchun yaxshi hikoya yozish kerak, lekin u ilgari hech qachon hikoya yozmagan. Joy kichik qishloqdagi uyi va maktab. Vaqt yozgi ta'tilning bir kuni. Voqea Azim eski daftarni ochib, o'zining kichik sarguzashtlarini eslaydi va shu asosda hikoya yozishga qaror qiladi. His-tuyg'u qiziqish, shubha, so'ngra esa ishonch va quvonch. Dialog onasi bilan hikoya yozish haqida suhbat. Natija Azim tanlovga g'olib bo'ladi va yangi do'stlar orttiradi. Hikoya yozning issiq kunlaridan biri edi. Azim onasining yoniga eski daftarini varaqlayotgandi. U yaqinda maktabda bo'lib o'tadigan eng yaxshi hikoya tanlovida qatnashishni xohlardi. Ammo hikoya yozish uning uchun yangi va qiyin vazifa edi. Onasi uni qo'llab-quvvatlab, "Sen qilasan, Azim, azizam", dedi. Azim ko'p o'yladi. So'ng o'zining qishloqda bo'lgan kichik sarguzashtlarini esladi. U eski daraxt tagidan topgan maxfiy joy haqida yozishni boshladi. Har bir so'zi uni qiziqtirib, yangi fikrlar tug'ildi. Oxir-oqibat Azimning hikoyasi maktab tanlovida g'olib chiqdi. U muvaffaqiyat unga katta ishonch berdi va u yana yangi hikoyalar yozishni boshladi. Shu tariqa Azim o'zining yangi qiziqishini topdi va yangi do'stlar orttirdi. Azimning g'alabasi butun qishloqda tarqaldi. Maktabdagi do'stlari uni tabriklab, uning hikoyasini o'qish uchun sabrsizlik bilan kutishdi. Endi Azim uchun hikoya yozish bu faqat tanlov uchun emas, balki o'z his-tuyg'ularini ifoda etish va dunyoni yangi nigoh bilan ko'rish vositasi edi. Bir kuni u bog'da o'tirib, yana yangi g'oya ustida bosh qotira boshladi. U o'zining sarguzashtlaridan ilhomlanib, qahramoni uchun yangi vaziyatlar yaratdi. Bu safar qahramonni katta shaharda sayohat qilardi. Azim uchun bu o'zining qishloq hayotidan tashqaridagi yangi imkoniyatlarni kashf etish edi. Onasi uning qalamini quvvatlab, sening hikoyalaring boshqalar uchun ham yorug'lik bo'lishi mumkin, dedi. Azim esa o'z orzulariga yanada yaqinlashayotganini his qildi. Uning hikoyalari nafaqat maktabda, balki qishloq kitobxonasida ham joy oldi. Har bir hikoya bilan Azim yangi do'stlar orttirib, ular bilan fikr almashdi. U endi nafaqat o'zi uchun, balki boshqalar uchun ham yozadi. Azim bilardi, har bir kichik qadam katta yo'lning boshlanishidir. Azimning hikoyalari tobora ko'proq e'tibor qozonayotgandi. Bir kuni qishloqqa shahar kutubxonachisi tashrif buyurdi. U Azimning kitobxonlikdagi faoliyati haqida eshitib, uni shahardagi yosh yozuvchilar tanloviga taklif qildi. Bu Azim uchun katta imkoniyat edi, lekin u yangi va katta shaharda borish fikrlaridan biroz qo'rqardi. Onasi uni rag'batlantirib, har bir yangi yo'l boshida biroz qo'rqish bo'ladi, lekin jasorat bilan olg'a bor, dedi.
azim bu gaplarni yodda tutib shaharga yo'l oldi. Shaharda u yangi do'stlar orttirdi, yangi odamlar bilan tanishdi va o'zining hikoyalarini boshqalar bilan bahram ko'rdi. Tanlovda u nafaqat ishtirok etdi, balki u o'zining chin dildan yozgan hikoyasi bilan ko'plab odamlar hayratda qoldi. Biz shu joyda mavzuni tugatamiz. Sizlar bilan keyingi mavzumizda uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar.